Mana shunday So'lim diyorda mana shunday Muborak tumanida Zarbuloq mahalla fuqarolar yig'inida respublikamizdagi 4-mintaqaviy 30-sonli manzilli koloniyada xizmat qildik. Bugun 29-iyun 2026-yil. 30-iyun Yoshlar kuni bayrami bilan chin dildan muborakbod etib tabriklayman. Yoshlar, bor bo'linglar, omon bo'linglar, kelajak sizlarniki. Barcha xonadonda yaxshi kunlar bo'lsin. Bugun chiroyli xizmat qildik. O'z konsert dasturlarimizni mana shu 30-sonli manzilli koloniyalardagi aziz insonlarga bag'ishta qildik. Kayfiyatini, ruhiyatini ko'tardik. 200 dan ziyod aziz insonlar mana shu yerda manzilli koloniyada o'tirishibdi. Ularga kuy qo'shiqlarimizni O'zbekiston Yoshlar ishlari agentligi, Muborak tuman bo'limi, qolaversa Respublika Ma'naviyat Ma'rifat kengashi, Muborak tuman madaniyat bo'limi, 35-son Muborak madaniyat markazi hamkorlikda chiroyli bayram tadbirini o'tkazdik. Bugun bizni taklif qilgan mana shu 30-sonli manzil koloniya kapitani Javlonbekka, qolaversa mayor Javlonbek do'stimizga mana birildilar. Qolaversa madaniyat xodimi Orifjon Hakimov, 35-sonli Muborak madaniyat markazi badiiy rahbari Kamtarin Sherali Xoliyev sizlar uchun mana shu video lavhalarini olib e'tiborlaringizga taqdim etmoqdamiz, yo'ldamiz. Shunday. Dunyomiz tinch bo'lsin. Bayram muborak bo'lsin. Dunyo keng, bepoyon. Yo'ldamiz. Ob-havo zo'r, xush havo. Mo'tadil. Misli Kislovodsk, Yalta shaharlarining ob-havosida. Javlon og'a do'stim, bir nima deyincha yoshlarni bayram bilan tabriklab. Hammani bayram bilan tabriklaymiz. Yurtimiz tinch bo'lsin. Elimiz obod bo'lsin. Futbolchilarimizga ham yanagi jahon chempionatlari zafarlar tilaymiz. Albatta, O'zbekiston bu saboq bo'ldi. O'ylaymizki, navbatdagi jahon chempionatida 4 yilda albatta yana chiqadi. Bu safar yuksak marralarga albatta 1.8 dan 1.4 yarim finalgacha borishini juda istaymiz. Bu manman degan o'zbek xalqimizning orzu tilagi shu. Iloyim jahon chempioni bo'lsin O'zbekiston ham. Orif Hakim. Yoshlar bayrami bilan tabrik. Bayram muborak bo'lsin. O'zbekiston yoshlar qo'lida. Albatta. Buyuk yoshlarimizni. Albatta. Mana shunday joylarimiz bor albatta. Bayramlar bilan. Shu o'rinda yana bir narsani ko'p gapiryapti bu odam desangiz ham aytib o'taman. Mana shu Muborak Buxoro yo'li juda ajoyib. Bu yerda yurgan shoferlarni Buxoroga yana qatnagisi keladi. Yo'l tekis, ravon, ajoyib. Oldin Buxoroga desak, bundan 1-2 yil oldin barchaning dili xufton bo'lardi. Chuqur, yamalar, mashinalar Maman degan haydovchini ham borgisi kelmas edi. Yo'llar zo'r, ikki tomonlama mana. Hozir mana shu chegara Muborak hududdan hududga qarab burilamiz. Chapga. Yuqorida esa mana Buxoro hududi yo'q boshlanadi. Qashqadaryoning olis. Ana endi biz yurtimiz, Jalajon, vatanimiz Muborak tumaniga qarab yo'l oldik. Yo'llar zo'r, hamma ham zo'r bo'lsin, xonadonda fayz baraka bo'lsin azizlar.